Telekanalimiz tomonidan o'tkazilayotgan omadli tomoshabin aksiyasi g'oliblarini aniqlash jarayonlari davom etmoqda. Eng faol ishtirokchilar qimmatbaho sovg'alarga ega bo'lishyapti. Navbatdagi aksiyamiz g'olibi Qoraqalpog'iston Respublikasidan ijodkorlarimiz tomonidan televizor o'z egasiga topshirildi. Siz bugungi aksiyamizni g'olibiga aylandingiz. Tabrikimizni qabul qiling. Mening yurtim telekanalining navbatdagi omadli tomoshabini Qoraqalpog'iston Respublikasi Kegeyli tumanida istiqomat qiluvchi Rashid Shaxsmuratov deya topildi. Sababi u telekanalimiz tomonidan o'tkazilayotgan aksiyada g'olib bo'ldi. MyPay kanalida 24-noyabrdan boshlab o'ynalib o'tgan aksiya o'yin bor edi. Shu o'yinga promokodga siferlarni jiberib o'ynab kerak. Mana televizor o'tdik. Hammaga amon-amondag'larga bayanida rahmat aytaman. O'yinlar ko'payib bersin shunday. Aksiyada 7-sinf qizi bilan birgalikda qatnashgan Rashid aka bayram oldidan televizor farzandlariga haqiqiy sovg'a bo'lganligini ta'kidladi. Rost ekan, haqqani ekan. 7 klass qizim jiberib, nomerim chiqdi. Quvonchliman, yangi yilda bolalarga ulkan bir sovg'a bo'ldi. Telekanalimiz turli qiziqarli dasturlar, jonli efirlar bilan bir qatorda mega aksiya doirasidagi sovg'alar o'ynatishda ham davom etadi. Shunday ekan, mening yurtim telekanalidan uzoqlashmang. Ajab emas, siz ham keyingi omadli tomoshabin bo'lsangiz. Aydin Allambergen va Ali Xudoyberdiyev Qoraqalpog'istondan.